20 milyon aldım. 50 milyon? Ha. Ana. Birden bir sene birden korktu. Qani akalar. Shuni hozir ko'rsatdik, 2 kurak ekan, yana bir ko'rsatinglar aka. Xalq ko'rsin buni. Mana 2 tush quzidan ishakka yigit bo'pti-da bu. $3,5 ming savdo bo'layotgan qo'chqorni. Endi borib ko'ring. Endi shu ishak ekan. Baraka bo'lmadi. Ha. Aslga qo'chqor uzlayotgan akalarimiz. Mana qiltiqyon, holati yaxshi, nasib bo'lsa, yosh bo'lsa kerak adashmasam, hozir akamizdan ma'lumot so'rab o'tamiz. Aka, qormang yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Aka, qo'zimi bular? Tish yordimi yo'qmi hali? Tish yormagan. Qiltiqyon. Hisorimi bu? Hisori qo'ylar mana. Nechidan aytdingiz aka bular bahosini? 12 milyondan deyapti. 12 milliondan endi aytilishida bu. Aytilishi. Yana savdosi bor. 9 dan qilyapti, bitta mana shu 10 million qilyapti. Mana buni 10 million, qolganlarini 9 dan so'rayapti ekan. Mana qush bor. Dumbalari ham, holati ham yaxshi. Manzil qayer aka? Shahardagi Ayting nomerni. 97lik 97lik 775 775 62 86. 62 86 YouTube. Nima kanal? O'tkir Uzkan. Assalomu alaykum yana bir bor hurmatli kuzatuvchilar. Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani, ya'ni Chorshanba bozoriga keldik biz. Mana shu bitta oling. Yaxshilab oling. Zo'rmisizlar akalar? Oldingizmi? Olgan. Gap yo'q. Nasl uchun oldingizmi? Naslga ham, Yep. sotgan ham, boqqan ham oldi. Qayerdansiz? Samarqand Urgut. Urgut, Samarqand. Gap yo'q. Hurmatli kuzatuvchilar, 6-may 2026-yil. Mana qo'chqorlarda sifatchalari mana. Xohlasangiz olib boqishlaringiz mumkin, xohlasangiz nasllikka ichidan zo'rini tanlab naslga qo'shib berib, qolgani boqib bersalaringiz ham bo'laveradi. Demak, hurmatli aka-ukalar, hozir 1 minutlik video qo'yamiz. Chorva 24 ilovasi haqida bitta ko'rib o'zlaringiz fikr mulohaza qoldirasizlar. Chorva 24 platformasida Play Marketda sketch qilib, mol qo'y, ichki uloq, nimaga bo'lsa yuklab ham sotib olishingiz mumkin. Mutlaqo bepul. Mana. Aka, siz musofir yurtdasiz yokida bozorga chiqish yoqmayapti. Chorva 24 ilovasini ijtimoiy tarmoqdan, ya'ni Play Marketdan sketch qilib olaverasizlar. Mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Uyda mollaringizni sotish yoki sotib olish kerak bo'ladigan bo'lsa, eng to'g'ri tanlov Chorva 24 ilovasi. Demak, mutlaqo bepul. U qanday yuklanadi, qayerdan olamiz degan akalarimizga. Demak, Chorva 24 ilovasini Play Marketga kiramiz hamda ro'yxatdan o'tish bor. Ro'yxatdan o'tganimizda nomer so'raydi. Nomerni yozamiz va yuboramiz va tasdiqlash kodi keladi. Tasdiqlash kodini kiritganimizdan keyin mana bu yerda demak e'lon chiqadi. E'lonni bosib hamda qanaqa molingiz bor? Navoz, ona bola, sigirlar, qo'ylar yoki qo'chqor shunaqa. Demak, biz ona bolani tanlaymiz hamda narxini yozamiz. Narxi ana undan keyin telefon nomeringizni yozamiz. Telefon nomeridan keyin tavsiya qanaqadir. Ona bola 10 ta suti bor, shunda yozishingiz mumkin. Ana undan keyin rasm 10 tagacha rasm yuklashingiz mumkin va xohlasangiz rasm, xohlasangiz video. 1 minutlik video yuklash mumkin. Demak, 1 minutlik videoni tanlaymiz hamda yuboramiz. Do'stlar, eng to'g'ri tanlov bu Chorva 24. Mutlaqo bepul. Xushbul ekan, hormang, yaxshimisiz? Kayfiyatingiz zo'rmi? Assalomu alaykum. Rahmat aka. Necha bosh bor? 40 ta, 50 ta, 37 ta. 37 ta. Nechidan so'rayapti qo'chqorlar aka? Qo'chqorlarda 6 milliondan bermadi. 6 milliondan yo'q. Hurmatli aka-ukalar, mana shu akamiz har bozor shu yerda qo'chqorlarning sifatlarini olib keladi. Aka, ishingizga Alloh baraka bersin. Uyga borgandan keyin aka, bu yerda aytilgan narx bilan uyda farq bo'lmaydimi? Yo'q, yo'q. Uyda ham kelishtirib beramiz, ha? Shunday. Uyda ham kelishtirib beramiz. Ayting nomeringizni aka. 97lik 97lik 070 070 17 10. 17 10 raqamlariga bog'lanamiz. Akamizga xudo xolisa tushaveramiz. Aka, charchamang. Ishlarga Alloh baraka bersin. Boqaydigan qo'zilar ekan, zo'r ekan, tukka dumbali ekan. Mana keyingilarni ko'rsatamiz. Qaysini savdosi bo'lyapti, boqa? Mana shunimi? Nechi bo'lyapti? Mana 11dan bir joyga bermayapti. Aka, bering. 11 million. Erta xudo nasib qilsa qo'ylarga qo'shishganmi aka? Qo'yga qo'shishga. Aka, qattiqlik qilmang, bering. Rahmat. Mana. Moyni nomini Joni bilan Nechi patologiya ko'tardi bugun bozor shu qo'ylarimiz. eng patologiya anish qo'ydi 11,5 ko'tardi. Mana qiltiqyondimi? 11,5? 11,5 mana shuni so'radi. Qo'zimi tushi? Qo'zi, gap yo'q. Surxondaryo, originali mana.
Qiltiqkin. Aka bu yerda hammasi ko'ziga 3 ta shishagi bor, hammasi ko'ziga. Nechi bo'lsa berasiz shuni ko'ngil. Ayting aka, mana yerda bebaho emas-ku bu ham. Bahosi bor aka. Aka mayda shudasi $1000 bersa olib ketaman. $1000 bor bar aka. Ayting nomerni aka. 97lik 97lik 619 619 77 77 71. Bo'yi necha aka bu? 65 75 75. Balandligi 90 90 plus. Aka nomerni tiniq ayting, yana xalqimiz qiynalmasin. 97lik 619 77 75 aka. Rahmat. Manzil Qashqadaryo G'uzor. G'uzor quduqmi aka? Yo'q, sentrda. Sentrdami? Sentrda. Borasizlar akalar, ko'rasizlar. Endi bugun bu yerda bu bor. Sotilsa yana bormi? Uyda ko'p aka. Uyda ko'p. Charchamang aka. Mayli. 7 ta ramka, bitta eshigi bor aka. Qayoqqa dedingiz buni? O'zimizni qishloq aka, Oqmahal mahallasi, Parsi zaraflarimiz aka, shu o'zimiz mehnatga aka, nasib qilsa o'rnatib yasaganmiz, o'rnatib beramiz. Bir ikki narpaga yasaganmiz aka. Buni dushanba kuniga reja qilganmiz, o'rnatib berishimiz kerak bo'ladi. Akasidan charga yasaganmiz aka, o'rnatib beryapmiz. Engelbek aka. Shunday, metallari 1,5lik, 2lik metallar qo'yiladi, ichidagi bo'ladi. Issiqqa sovuqqa chidamligi bo'yicha profili 2,4 mm bo'ladi aka. Ana zirkalo o'ynar aka. Qaraganda tashqi tarafni o'zingiz ko'rib turasiz aka. Mehmonxonalarga shunaqa joylarga qo'ysa bo'ladi. Ichkari taraf ko'rinmasligi uchun gulni oyna qo'yilgan aka. Kvadrati 1,5 million, 1 million 400 ming razmeriga qarab, shunga qarab chiqadi profil. Juda ham sifati zo'r aka. 6,5 sm. Mana bu tomonda o'zi oynalarimiz shatlanka qilib tayyorlangan ekan. Hozir bunaqa shatlangan, qolgani unaqa shatlangan gullik qilib yuramiz. Ishlarimiz bilan birga aka mehnatga tayyor bo'lgan. O'rnatib berishimiz kerak. Hojatxona banyalar uchun ish yasaganmiz aka. Powerotga aka. Powerot shaharga. Aka ish qilamiz, tayyor holatga kelyapti aka bu yerda. Mana shu yasab, keyin asta germet bo'ladiganlar qilib, tashqariga chiqarib, keyin ustunovga olib ketamiz aka. Nima kanal aka? O'tkir uz kanal, Samarqand. Mana qo'chqorlarda xilidan, sarig'idanmi, qizilidanmi? Endi biz ko'rsatamiz, egasi bo'lsa aytib o'tamiz. Egasi bo'lmasa ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana shunaqa bozor akalar, kelib turib olishlaringiz mumkin. Hozir egalari yo'q, mana ko'rinmayapti. Bu qo'zilarmi aka, hammasi? Tish yordimi, yo'qmi bular? Chorg'ani ham bor. Aha. Yormagani ham bor. Yormagani. Yosh katta qo'ylar. Bo'g'ozmi? Nechidan bermadingiz aka mana shular? 5 dan berman. 5 million so'mdan mana urg'och qo'ylarni bermoqmiz. Bir joyiga yaxshi qo'ylar ekan. Badani ham zo'r ekan. Charchamang aka. Qo'zi kerak deganlarga hozir qo'zi ham ko'rsatamiz. Aka nechi bo'ldi bu? Aka. Nechi berasiz ayting. Voy bu nechi bo'ldi bu? 9 dan. 9 milliondan 18. Beraman deyapsiz ayting. Yo'l pulini so'rayapman. Ey boy aka, nechi puldan bo'lyapti bular? Bormang. 4 million. 4 milliondan aytilishi. Bozor so'rash qancha bo'lyapti? Hozir 3,5 million so'mdan so'rayapti. 3,5 milliondan bermadingizmi? 3,5 dan yo'q. Mana bu qo'zilarda endi kilogrammga hisoblash xato. Sababi o'saydigan mol kilogramm hisoblanmaydi. Nasldor qo'y, ya'ni qo'chqor, u ham kilogrammga hisoblanmaydi. Faqat semizi kilogrammga hisoblanib olinadi. Mana. Semiz urg'ochi bo'lsa ham kilogrammga hisoblanmaydi. Semiz bo'lsa, sababi kilogrammga hisoblasa arzon. Qormang, yaxshimisiz aka? Nechi bosh bor umumiy soni? 25 ta aka. Nechi puldan aytdingiz bular? Sotildi aka. Qanchaga sotdingiz aka? Pullar 4 ming. Barakasi bo'lsin. Qayoqqa ketdi? Ha, bu. Hoji buva qayoqqa ketyapti? Qayoq kerak sizga? Manzilingiz qayer? Uyingiz? Yo'q, qayoq kerak sizga? Menga hech qayer kerak emas. Bu olganimiz ham qayoqqa ketyapti ekan? Buxoroga ketyapti, Vodiyga ketyapti, Samarqandga ketyapti. Masim Go'rka. Ko'pchilik bu bozor jahon bozori bu. Rahmat. Il kilatdan olib ketadi, optim tuda. Endi qayerga deyapman, siz faqat charchamang. Barakasi bo'lsin. Alloh baraka bersin. Sizlarga ishlam omatin bersin. Rahmat. Sog' bo'ling. Sizga daromad. Mayli. Buvamiz. Ha, mayli. Mana keyingisi. Hozir aka. Aka nechidan baraka bo'ldi deysizlar? 3 million 400 ming so'mdan bir joyga. Nechi bosh? 45 ta. 25 ta. Ketdi. Uyda bormi aka? Bor aka. Qo'lingiz yengil ekanda ayting nomerni. 97lik 583 22 25. Akamizga bog'lanamiz. Mana qo'ydi optimlarni.
Qo'chqor nima bo'ldi aka? Qochdimi? YouTube'ga chiqaman. Necha pul dedingiz buni? 8 yapti. Ketdimi? 5,5 million. 6 million bor baraka. Yurang 6. Yo'q 6. Aka bu qo'zilarni ichidan bermayapsiz. Har xil so'rayapti. 3 million 500 dan 3 million 600 gacha so'rayapti ekan, ko'tara 10 bosh ekan. Necha bo'lsa beramiz aka? Beramiz, kelishdik. Ayting, nomerni ayting. Mana nomer, mana. Tikka dumbali yaxshi qo'ylar ekan. Olaman deganlarga tavsiya etib qolamiz. Mana. Nomerni aytmayapti, xat mayl etib ketaveramiz. Va xolasa keltirib olaverasizlar, tanlab akalar. O'zi ham bor meniki. Ayting nomerni aka. 99 Hop. 070 Aha. 56 65. Manzil G'uzor. Quduq. Yo'q, eski bog'. Eski bog'da. Bog'larda 4 milliondan kam bor. Yana bo'lsin. Hurmatli kuzatuvchilar, qisqacha video qildik. Kunam jazib ketdi. Necha pul bo'ldi aka bular? 5,5 dan deyapman. Ketdimi 4,5 dan? Bor baraka. Top toza bo'lsa beramiz, ha? 4,5 dan toza bo'lsa beraman. Mana. Badani yaxshi ekan, chiroyli dumbali qo'ylar ekan. Bozor qanday bugun? Bozor bo'ladi. Qimmatmi, arzonmi? Bo'ladi o'rtacha. Gap yo'q, charchamang. Mana keyingisini ko'rsatib o'tamiz. Qil tushgan chiroyli qo'ylar ekan. Qo'chqorlar. Aka, qo'chqorlar necha puldan aka? Men omon birinchi kelishim. Ko'pta bloger aka. Men Samarqand. Oldingiz. Oldimmi? Bittaman dedim. Bo'ldi, bo'ldi. Yo'q, o'tib ketyapti. Kimdir sig'ida tanimay ham qolyapti. Bormang aka. Dumbali qo'chalar. Necha puldan bular aka? 6,5 dan bir joyga. Mana. Nechidan bermadingiz? 56. Eng zo'rini qaysi so'ra aka? Necha so'ra shu? 6,5 so'raydi ikkalasi. Naslga 6,5 million so'm so'raydi. Aka, zo'ri deganiga zo'rini topib bera olamizmi? Ayting nomerni aka. 93lik Hop. 933 Aha. 94 Akamizga bog'lanamiz. Charchamang aka. Sog' bo'ling. Mana hurmatli kuzatuvchilar. Qashqadaryo. Qashqadaryo akalar, Qashqadaryo yigitlari polvon bo'ladi. Mana. Qo'ylik shuni yeydi-da bular. Mana endi bitta qo'y, mana bu 3,000 dollarga chiqdi. Shuni bering, qani? 3,000 dollar. Bor, 100 million zatlab bo'ldi. $3,5 savdo bo'layotgan qo'shqorni. Endi borib ko'ring. Mana. Shu ishga ekan. Baraka bo'lmadi. Qo'ymas, ha? $3,5 ketdi. Shampalon atdi. Mana o'sha mashhur shampolvon $3,5 ga mana qo'chqorni oldi. 3,5 ketdimi? 50 million oldim. 50 million? Ha. Mana. Sizdan birsa biringizni qo'qing. Mana akalar. Shuni hozir ko'rsatdik, 2 kurak ekan, yana bir ko'rsatingda aka. Xalq ko'rsin buni. Mana. 2 tush qo'zidan ishakka yigit bo'pti-da bu. Bo'ldi. Mana. Necha oldi? Baraka. 50 million oldim. Qochma bilib. Buyursin mana. Ketdi mana qo'chqor. 3,5 million. Ketdi qo'chqor bog'landi. Bo'ldimi? Ana qo'chqor. Mana shu qo'chqor savdo bo'ldi mana. 3,5 ming savdosi bo'ldi, anig'i $3,5 bermadi. Keyin shampolvon tortib ketdi mana shuni. 50 millionga bo'ladimi deyapti. Endi kelishib oladi-da endi xudo xolasa. Necha pulga beradi, lekin 3,5 mingga oladi. Baraka bo'ldimi? 3,200 ga bo'lmadi. 3,5 ming bir akamiz qildi. Unga ham bermadi, shampolvon tortib ketdi. Necha pul dedik? 50 million dedi. Endi hozir kelishib oladi ikkalasi. Mana buyursin gap yo'q. Bundan tushadigan qo'zlar endi necha pul bo'ladi aka? Bularga necha tish ekan bu? 2 tish aka. Ha, ishak ekan, ko'rsat. Tushgan qo'zlar enasini ko'tarib $1000 bular. Bo'laman. Qo'chqari bo'lsa, ha? Ha, qo'chqari bo'lsa. Gap yo'q.